Assalomu alaykum barchaga. Hozirgi paytda bolalar orasida nutq kechikishi juda ham ko'p uchramoqda. Nutq kechikishiga olib kelayotgan sabablar ko'p. Ularning ayrimlariga to'xtaladigan bo'lsak, organizmda ferritin va vitamin D3 tanqisligi hisoblanadi. Bugun qabulimizga 3 yosh bola kelgan. Onasining shikoyatidan bolada 3 yosh bo'lishiga qaramay yoshiga mos nutqi kam, so'zlarni aytishi kam. Lekin tushunchasi bor, nutqi lekin kam. Bola juda ham holsiz, kam kuch, ko'p uxlaydi bola, ko'p uxlaydi, injiq, ishtahasi pastligiga shikoyat qilib kelgan. Keyin bolani biz qon analiziga jo'natdik. Qon analizini hozir mana ko'rib turibsizlar qon analizini. Qon analizida ferritin normadan anchaga past, vitamin D ham normadan anchaga pastga tushgan. Umumiy qon analizida ham gemoglobin ko'rsatkichlari pastda turibdi. Hurmatli ota-onalar, agarda bolangizda nutq kechikishi bo'layotgan bo'lsa, albatta nevropatolog maslahati bilan vitamin D3 va ferritin tekshiruvini amalga oshirish lozim. Chunki ferritin va vitamin D3 tanqisligi ham nutq kechikishiga olib keladigan omillardan biri sanaladi.